bu nimasida shunaqa bu yerda qayerda nima qilganini ko'rish mumkin. Qayerda joylashganini mana shu x y nimasi bo'yicha hozir bu yerda ikkinchisida bor ko'rish mumkin. O'shanga o'tganda ko'rsatadi. Mana xabarlarni joylashtirish keyingisiga o'tganda qayerda nimaga yarmi ustida ketyapti soni prezentatsiya yarmi lotin o'zbek tilida nima tushunmadim. Nimaga e'tibor bermaysiz? Shunaqa o'zbekcha. Ha? Shunaqa bo'lib qoldi yarmi. Yaxshi. To'g'rilab qo'yaman hozir. Keyin bu yerda ma'lumotlar joylashuvi haqida mana qaysi joyda turganini ko'rish mumkin. Mana hozir bu yerdagi nimada ko'rganda mana birinchi qavatda birinchi anvada turibdi joylashuvi. Keyin bu yerga yana xabar qo'shmoqchi bo'lsak yoki nima qilmoqchi bo'lsak ma'lumotlarni omborga joylashtirmoqchi bo'lsak bu yerga omborning nomini kiritamiz. Omborning nomini kiritamiz. Keyin mahsulot nomini kiritamiz. Keyin mahsulot sonini kiritamiz. 10 tami, 20 tami, shunaqa cheksiz kiritamiz. Keyin qavatlar sonini, mush 3 ta qavatga, balki 2 ta qavatga, balki 3 ta qavatga joylashtiramiz. Hozir real bu tizimni hozir prezentatsiya orqali gapirib beryapsiz. Real ishlatib bergan qani? Hozir real. Mana o'shalar kiritgan ma'lumotlar bazasida bo'lyaptilar. Mana birinchi qavatda qancha joyda narsa bor, ikkinchi qavatda qancha bor. Real bo'sh joy qayerda bor. Hozir bu real saniki hozir ha? Ana endi ishlatib berdik. Mana asosiy. Yangi omborxona ochmoqchi bo'lsak, yaratmoqchi bo'lsak, shundan boshlab ketaveray. Ha. Mana misol uchun men shimoliy sklad deb, shimoliy omborxona deb kiritaman. Shimoliy omborxona deb kiritaman. Endi yacheykalar soni bo'yicha misol uchun 10 taga ko'rsatib ketaveray. Bu yerda bo'y bo'yicha yacheykalar soniga 8 ta deb, qanotlar soniga 2 ta deb kiritaman. Bu yoqda yaratildi. Qani? Yangilashi mumkin, yana qavat qo'shishi mumkin yoki o'ziga yacheykalar sonini ham qo'shishi mumkin. Yangilashni bu yoqdan o'chirish mumkin. Uçuruş deganda nimani tushunamiz? Misol uchun hozir aytdingiz-ku, olib ketadi dedingiz-ku. Yo'q, omborxona o'chirilmaydi. Yo'q, ichidagi tovar ichidagi tovar ketadi. Ichidagi tovarlarni saqlash mumkin. Boshqamiz qayerda? Boshqamiz ketyapti. Boshqamiz upravlение bormi? Mana shu. Shuni o'zi upravlение. Bu faqat o'sha yerdagi ishchilar uchun, ishchilar uchun bo'lgan. Bu главный boshqarish tizimi. Qayerda qancha maqsad turganini, to'lganmi, to'lmaganmi, harmasi bilmasdan yod borsangiz, o'sha joy yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Tushundingmi? Joy yo'q bo'lsa? Ha, joy yo'q bo'lsa, skalada joy yo'q bo'lsa qayerga qo'yasan? Yangi Marketdan aytayotgani yo'q, joy yo'q degani yo'q. Shuni so'rayapman. joy yo'q. Qattiqroq gapirdi. Yangi omborxona yaratib yoki yangi omborxonaga joylashtiramanda o'zi bor omborxona bo'lsa o'shani mana bu tizimga Omborxona javob bersin, joy yo'q desa, Обратная связь, teskari aloqa. Men yubormoqchiman bir narsa. Sana tizimimiz menga aytish kerak. Hozir joy yo'q, bo'sh joy yo'q. Tushundingmi yo'qmi? Bo'sh joy bo'lgandan keyin menga yana qo'shimcha axborot jo'natildi. Mana omborxona falon joyi bo'shadi. Sizni tovaringiz uchun. Tushundingmi yo'qmi? Yo'q, tushundim. Qani? Uni qilmadim. Uni keyin qilasan. Keyin qilib berasan, ha? Keyin qilasan. Ha? Keyin qilib berib, keyin nima qilib? Logika shundan chiqadi hozir. Bu yerdan chiqqandan keyin sani mikroskop bilan bo'lmaydi. Qaraysan-da, mana kitob qo'yayotgan bo'lsang, masalan, sig'mayapti, keyincha qo'yasan, sig'mayapti deb ko'rasan, senga bu tushuncha javob bo'lishi kerak-da. Katta bo'lgandan keyin qayerda qancha bo'sh joyga sen sразу ko'rib bilishing kerak-da. O'sha yerga avtomatik joylashtirish kerak. Shuni aytyaptilar. Boshqarish degan ishlar bo'lsa kerak. Qo'yilmagan. Hali bu bo'sh bo'ldi kerak. Buniki bu bo'sh hali. Shunday.
Ha? Hech narsa yo'q ichida. Ha? Hech narsa yo'q emas, ana tug'ilganda ana yangi nima qilishga uni qilmadimda, chunki Qilmading. Zarar baho qo'ymading. Chunki nima mavzuda yozyapsan? Tizim yaratish, tizim yaratilgan bo'lishi kerak. Tizim tayyor bo'lishi kerak. Keyin real Angorxona, u yoqda sani fantaziyang emas. Real bormi? Real borib gaplashib, ob'yom hammasini aniqlab, o'shanga san mo'ljallashing kerak. Real san osmonda yaratib ketaverasan. Ha? Ha? Hammasi real bo'lishi kerak. Fantaziya emas. Real hayot bilan yashashingiz kerak. Real hozir san yer yuzini Angorxona bilan to'ldirib tashlaysan. Nimada? Fantaziya. Chunki san degan narsa o'sha Angorxonaga o'sha nimada ish berish kerak. Biroq foydali narsa bo'lishi kerak. Fantaziya emas. Ha? Bitta savol men bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Bundan keyingi talabalarga talab bildirmoqchi. Masalan, mana sabohaga tasvir ustiga yozilgan narsalarga nuqta qo'yilmaydi. Endi nuqta qo'yib qo'yish. Boshqa ishda. Mayda o'zaka bulardan bu nima yo'q. Balki PhD doktorskiy dissertatsiya olib kelganda ham nuqta qo'yib tashlaydi. Hozir kelsa keyin qo'ymaydi. Shuncha deyapman. Keyin san bitiryapsan. Qayerga borasan? Orta qo'ygan yozganda. Ishga. Ha? Ishga borasan, magistr o'qiysan. Ishga borasan. Молодец. O'zingni qiynab. Bo'ldi bo'lmasa. Mana bergan. Madani miras organik bir kata. Misalnya takut berbuat, kamar Ya. Assalomu alaykum. Aktyor muhtarasi Abdullayev Mirjava. Mavzuyim madaniy merosimizni o'rganish uchun veb katalog yaratish. Bunda birinchi aylanmada asosiy aylanmalardir. Ya'ni qadimgi veb-saytga o'xshab salomlashish, boshlash, kirish qismi bo'ladi. Biz haqimizda, ya'ni veb katalogimizning nima haqidaligi, uning qiziqish lug'atlari, masalan, madaniy merosimiz ko'proq turizmga bostiramiz. Turizmga oldindan o'rganadi, kerakli ma'lumotlarni oladi o'ziga kerak bo'lgan. O'shaning uchun turizmda ko'proq nima izlaydi-ku, chet ellarda ko'proq izlaydi. Hozir chet eldan kirib mana shu axborot olish mumkinmi? Shu veb-saytga. Qaysi tilda yozilgan bu hozir? Faqat o'zbek tilimi? 3 ta tilda chiqadi. Qani? Rus tiliga aylantirdik. Ha, bor ekan. Nimaga hammasi katta harflar bilan chiqyapti? Каждый ваш шаг. Bu nima degani? Grammatika xatomi? Ha? Men o'zbek tilida qildimda birinchi, keyin rus tili, ingliz tilini qilgandan keyin uni faqat переводчикка solgandan keyin shunaqa bo'lib kelganda, asosiy o'zbek tilida qilgandim, keyin buni qo'shimcha qo'shdimda chet ellarga nima ifoda bo'lish uchun.
baribir farqi yo'q. Farqi yo'q. to'g'ri shashar. Nega shunaqa imkoniyat bor-da? Qanaqa imkoniyat bor? Hammasini tartibini yozishgan. Yo'q. Ha. Rus ingliz tilida o'qish. Ingliz tiliga aylantirib ketdim. Odamlar diqqatini tortishchi so'qa qilganda, to'g'rimi? Ha, diqqat tortadi. Sal noto'g'ri deb tursa, odamlar diqqat tortadi. Xatolarni ko'p ko'radi-yu odamlar. Ha, o'sha uchun. O'sha. Tak, menga masalan Xorazm to'g'risida ma'lumot ber. Katalogda Xorazm bormi? Galereyada galereya bo'ladi. Galereyada Xorazmdagi Hozir bu hammasi Xorazmga tegishli. Audio, video zapisda nimalar bormi? Ma'lumotlar. Bu yerda chiqadi. Hozir ko'p kiritganman. Men bu yerda hozir bu yerda mo'ynab bor. Xorazmda davom shunaqa chiqadi. O'sha men telefonga pulni boshdan yopib qo'yaylik demoqchi. Ha? Meniga deb qo'ying olyapti hozir. Sizgina oldim. Bugun hozir. Qarang, boshdan oxirigacha pulni videoga olib YouTube'ga joylaymizmi demoqchi edim. Nima mana shu YouTube Nimaga joylar. Xorazmga boshqa narsa Telefoningiz o'ziga kelib qoladi. Tushunmadim. O'ziga kelib qoladi. Kerak qoladi endi iloji yo'q. Faqat Xorazmga. O'shanga beraymi demoqchi edim. Sizniki chiqmay qoladi hozir. Xorazm emasdan hal kiritmaganman do'st. Nima chiqmay qoladi? Serverga. Zapis qilaman deyapsizmi? Ko'rdingizmi? Lekin baribir Endi o'tirib oling zapis qidirasiz. Samarqandda ochgan bo'lsa. Ani qo'yib qo'yaman. Aytganmi? Yo'q ko'rinmay qoladi, yurib olish kerak Nima edi. yurib olasiz? Ha, mayli qilib. Tushuntirib bergan qani nimalar, Tabriklayman. nimalar bor ekan. Mana bu rasmni men chet eldan kelayotgan bo'lsa tushunmayapman. Bu nima ekan, bu nima ekan? Tagida izoh berish kerak. bu mana Qani xatda. rasmni ko'rish uchun ichiga kiriladi. Ustiga bosib o'zgaradi. Tak, bori shumi? Keyin Videolari yo'qmi? bor. Qani? Qiynalib ketding-a? Endi hammasiga Yo'q, ustoz qilganman. Mana batafsilga chetay fasasiga o'tsa, shu yerdagi mana Toshkentga borib, ana Nimaga namcha Toshkentga yopishding? Men senga boshqa savol beryapman. tizim bittasi, ustoz uni kiritsa bo'ladi, bu yerda O qani ko'rsating. admin panel Yo'q, mana Samarqand to'g'risida video obyekt bormi mana? Shohizidda degan joy bor. yaratib bersam bo'ladimi? Ha? Ko'rsatib yaratib bersam bo'ladimi? Admin panelda ishlatib to'g'ri tushuntir. Yo'q, hozir audio zapislar bormi? Audio, video zapislar bormi? Video zapislar qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Senga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Hozir ket. Yo'q, Shunaqami? masalan, hozir admin paneldan tushuntirishim kerak-ku. Hozir ko'z oldingizda qo'shib nima qilib beraman? Bajar. Mana login tugmasi qo'yganman. Bu yerda o'zimni parol, login parolidan kiraman admin. Bu Xo'p. admin общий panel bo'ladi. Boyagi kataloglar bo'limida mana boya hammasi kiritgan kataloglarim turibdi. Shu yerda katalog qo'shishni bosaman. Shu yerda Samarqand qaysi nimasini kiritishni yozaman. Qaysi Yo'q. O'zbekiston desam, men uchun inglizchasini yozishim kerak. 3 ta tilda bo'lgandan keyin 3 ta tilda yozish kerak-da. Keyin manzillarda o'taman. Yo'q, endi qarang, sen qizilmasi qilyapsan. 3 ta tilda bo'lgandan keyin 3 ta tilga kiritish. Men inosrans. Rus tilini bilmayman. Qanaqa kiritaman? Yo'q, bu admin kiritib qo'yadi. administrator tomonidan sayt tuzilish. Давай, bajar. Nima ekan? Mana hozir kirityapman. Tarixiy asosiy qismi o'z ichiga oladigan qismlarni kirityapman-da. Mana video turadi, rasmlar turadi, tagida yozuvlar qiladi-ku. Statistikalar, tariflar.
o'shalarni kiritish kerakda bu yerga. Hozir admin qismi admin kiritadi bo'ladi. Keyin bu yerda YouTube'ni silkasi bo'ladi. YouTube'ni silkasi orqali chiqadi. Ha, men nimamda serverga domen olganman xosati. Bormi? Domen? Mana domen. Bajarib bergan bo'lmasa. Hozir YouTube'dan yuklatib bergan. YouTube'ga kiraman. Xohlagan nimamni qo'ysam bo'ladi. Mana shuni qo'ymoqchi bo'lsam, shu yerdagi linkni olaman. Keyin bu yerga Bosh. bu yerlarni to'ldirish kerak. Ingliz tilida chiqish kerakmi sizga? Yo'q, bitta til. Ha. Mana saqlashni bosdi. Bajarib bergan, yuklatib bergan. Mana hozir bu yerga chiqarib qo'yishdi. Qani? Yuklatib bergan? Mana yukladim. Batafsil o'qishga o'taman. Mana O'zbekiston deb chiqdi. Samarqand shahrida o'shani tarixiy doir kiritgan narsalarim, bu rasmlarim yoki bo'lsa keyingi rasm yozadi. 2-3 rasm kirsa bo'ladi. Hajm kiritib qo'yganman rasmlarga. O'shanaqa oshmasligi kerak 2-3 rasm. Cheklanganda. Mana buni yuklatib kel. Asli aytadimi bo'ldi. Hop, bizlar Faransa O'zbekistondamiz. Samarqand. Videoni o'zidan saytni o'zidan yuklasa bo'ladi, faqat domenga qo'yganda orasi ko'p joy egallaydi. O'shaning uchun YouTube'dan olib silka qilib qo'yganman. YouTube'dan. Ha, YouTube'dan foydalanyapman, silkadan qo'yganman-da. Videoni o'zim joylamaganman. Ko'p megabayt bo'lgan. Hajm katta. Zo'r, mana Endi bu yerda bo'ldi. Ko'p gapirma. Yo'ldas aytgani Yo'q. qolib ketdi. Temir yo'lda o'qiganimiz uchun avtobus orqali qo'shganman. Agar avtobus orqali bormoqchi bo'lsa, o'ziga qulayini tanlaydi. Bo'lsa, ana davlatning nimasiga chipta sotib olib o'sha yerga borish mumkin. Ha, chipta sotish nimasi ham bor. Qanaqa tomdan? Davlatga Payniga ulanganmiz. yo'q, men faqat silka qo'yib qo'yganman. Davlat nimasiga o'zi Qolganlarga aytib qo'ying, cho'zib o'tiraman. o'tib ketadi, u ham silkada просто. Hozir qo'shimcha kiritganman. Mayli, yaxshi, zo'r. İnşallah Davlat Transport Üniversitesi talabalarının reytingini boshqarish uchun ma'lumotlar bazasi yaratish. Litsenziyalagan barcha Tamam. Ben App Store muhtarası işlemez arkasına
Bugun talabalar reytingini boshqarish uchun o'zbek tilova ishlab chiqilgan bu admin paneli 3 ta roldan iborat. Admin paneli, keyin o'qituvchi teacher paneli va keyin student sahifasi bor. 3 ta sahifa. Admin panelida bu yerda users, kafedra anaqalarni ko'rishimiz mumkin. Kafedralar. Rahbar kim? Rahbar kim? Rahim Fayzulloh. Boshqarish, reytingni boshqarish emas, mana uni tahlil etish maqsadga muvofiq. Boshqarish degani sen boshqarasan uni. Ammo olgan 3 ni sen 5 ga aylantirasanmi? Yo 5 olganini 2 ga aylantirasanmi? Boshqarish deyapsan-da. Bunda boshqarib o'zgartirsa bo'ladi, tahrirlash. Tanishni chiqsa, baholarni hammasini ko'tarib berasan. Yo'q, pastga tushirasan. Yo'q, admin paneli o'qituvchilar va studentlar ustidan mutlaqo nazorat qila oladi. Nazorat qilish, Nazorat qilish. boshqarish, u boshqa narsa. Mutlaqo nazorat qila oladi. Bu yerda users keltirib, bu yerda users foydalanuvchilar qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, add users qiladigan bo'lsak, bu yerda name kirgizamiz. Yo'q, qo'shish mumkin, buni tushundik. Masalan, achseniga ketdi. Nimaga ketsa, yo yangi talaba boshqa institutdan kelib o'tib keldi. O'shani ham hisoblab inobatga olinglarmi? Agar atsleniya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'chirishimiz mumkin. Talabani o'chirib yuborishimiz mumkin mutlaqo. Delete degani bor, ha? Delete bor, tahrirlash bor. Da, redakирование deganda nimani redaksiya qilish mumkin? Mana bu email nimalarni o'zgartirish mumkin, ha? Emaillar hammasini o'zgartirish mumkin. Bu yerda PDF eksport qilib, ma'lumotlarni, barcha ma'lumotlarni yuklab olib, PDF formatida yuklab olish imkoniyati ham bor. Ana yerda reyting to'g'risida gapirgan qanday nima edi? Reyting, misol uchun, studentlar reytingi bu o'qituvchilar unga baho qo'yganda GPA'ni avtomatik hisoblaydi bu yerda. Hamma avtomatik hisoblashadi. Mana avtomatik hisoblangan GPA ballari avtomatik hisoblangan. Bu to'g'ri butun bu nechi ballik? 5 ballik sistemami? 5 ballik sistema. 5 ballik, ha? 5 ballikda bo'lsa. Bu yerda keyin sort mana. Bu yerda pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga tartiblash imkoniyati bor. Bu orqali hozirda talabalarni GPA orqali Endi qanaqa gapirsanlar. Mana bu bitta talabadan olaylik. Ketdik, mana bu yerda logistikadan bal qo'yapti. Tepadagi oliy matematikaga tegishli o'quvchilarniki Asqarovniki logistika tegishli bu har qanaqa ketyapti-ku. Bu har xil narsa gruppaga har xil nimalar biriktirilgan. Misol uchun oliy matematika kafedrasiga faqat O'ralov oliy matematika kafedrasida o'qiydi. Xo'p, boshqalar o'qimaydimi? U boshqa yo'nalishlar, gruppalar har xil. M bor, AT bor, TL bor. Ular har xil kafedrada o'qiydi. Ular zam solishtirish uchun masalan matematikada o'qiydigan talabalarning dinamikasini ko'rmoqchiman. Mana hamma matematikada o'qiydigan talabalarning dinamikasi qanaqa o'tadi? Tushundingmi yo'qmi? Misol uchun departament bor, bu yoqda tanlashingiz mumkin. Oliy matematika, faqat oliy matematikada o'qiydiganlarni chiqarib beradi. Mana o'sha kerak. Qani buni reytingini chiqarib berdingmi? PDF ga yuklab oladigan bo'lsak, mana PDF tushdi. Buni Mana talabalarning ro'yxat deganda bu yoqda mana guruhlar AT4, keyin B8 aralash ketyapti. Gruppa nima qilish mumkin emasmi? Masalan, faqat A4'lar. A4'lar chiqarmaydi. misol uchun bu yoqda kafedrani tanlasak, misol uchun AT kafedrada o'qigan axborot tizimlari kafedrasida AT o'qiydi. Bu yoqda AT3 mana AT4 chiqadi. AT4 tanlasak faqat AT4. O'sha birinchi kafedrani tanlashimizga o'sha kafedrada o'qiydigan gruppalar chiqadi, keyin gruppani tanlasak o'sha gruppada o'qiydigan talabalar chiqadi.
Gruppani nima qilish mumkinmi? Dinamikasi, statistikasini ko'rish mumkinmi? Bitta gruppani matematikada. Bitta gruppanikini oladigan bo'lsak, mana o'zi bitta gruppaniki Adstor gruppasini chiqaradi, ahvol texnologiyalari. Bu yerda bitta bolaniki chiqyapti-da. Bu yerda ikkita ekan. Otabek bilan Jon, ikkita student o'sha gruppaga biriktirilgan Adstor gruppasiga. Agar boshqa misol uchun oliy matematika yoki oliy matematikani oladigan bo'lsak, oliy matematikada M4 degan gruppa bor. O'sha Gruppani gruppa просто ma'lumot kam keltirilganmi? Chunki bitta gruppada ikkita talaba o'qimaydi-ku. Hozir 12 ta users bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan studentlarni ko'radigan bo'lsa, rol bo'yicha, misol uchun studentlarni qidiradigan bo'lsa, faqat studentlar ko'rinadi. 6 ta student. O'qituvchilarni ham xuddi shunday qilib ko'rish mumkin. Misol uchun teacherda bosadigan bo'lsak, qidirishga bo'lsak, faqat o'qituvchilar ma'lumotlarni ko'rsatadi. bu yerda o'qituvchilarning nimasini tahlil etish mumkin. Bu yerda Dars yaxshi dars boryaptimi, yo'qmi, o'shani ham boshqarib turishmi, nima qilish mumkin, tahlil etish mumkinmi? yaxshi. Bu baho qo'yish tizimini hozircha qo'shib. O'shada ham asosan o'shasi kerak-da. Qaysi o'qituvchi qanaqa dars beryapti? Menga talaba qiziqi yo'q. Chunki o'qituvchi yaxshi dars bersa, talaba oladi. O'qituvchi kulib, maqsadi o'zi nima bu? Maqsad o'zi talabalar reytingini boshqarish. boshqarish yana deb boshqarish deysan. Tahlil etish, nazorat, tahlil etish. Boshqarish deganda sen boshqaryapsan hamma narsani. Sen vazifan tahlil etish. Qayerda yaxshi, qayerda yomonligini aniqlash. Lekin mana shu tahlil etadigan bo'lsa, nimani tahlil qilishdan ko'rsatadi. Qaysi gruppada qaysi fanni yaxshi o'qiyapti, qaysi fanni nima o'qiyapti, shuni aytib beradilar. Misol uchun reyting bor, bu yerda minimum, maksimum baholarni kiritsa bo'ladi. Misol uchun minimum kiritadigan bo'lsak, Yo'q, hozir nima zakafkara savol berdilar. Minimum maksimumni aytmadilar. O'sha konkretni javob berish kerak. yaxshi o'qiyotgan yo o'tgan talabalarni chiqarib. Mana xohlayman. O'tish bo'ladigan bo'lsa, Bitta gruppani olaman. Bitta gruppani olgandan keyin aytamanki, mana 20% 5 ta o'qiyapti. 30% 4ga, mana buncha foizi 3, mana buncha foizi nima? Mana dinamika gruppani men o'sha aytaman. Bu gruppada muammo bor ekan. Chunki 3lar mana buncha oshib ketdi. Ikkilar ham bor. O'sha statistikasi kerak mana. Ha, yoki mana biror o'qituvchilar bor, bet gruppaga ketadi. Qaysi o'qituvchilar bor? Shuni ham nima qilish Shu mumkin? ma'noda-da, shundayna tahlil degani shunaqa bo'ladi. Nega shunaqa bo'lyapti? Boshqa gruppada. Misol uchun diagramma qilib, Diagram uchga o'qiydiganlar manimcha foiz, to'rtga buncha, beshga buncha, mana gruppalar bo'yicha, fakultetlar bo'yicha, qismlar bo'yicha. Teacherlarni yozdinglar, qaysi kafedrada o'qiyotgansan, kim qaysi kafedrada ishlayotgan. Bu institut bo'yicha yo'q, universitet bo'yicha. Bilaman, men hozir ketaman-da, siz zapis qiling, hop keyin darajaga qo'yib qolasizmi bilmadim. Uni ham tugatib qo'yib, keyin to'g'rish bo'lasiz, men tugatib qo'yaman buni. Anaqada teacherlarni qo'ygan, faqat bazasini. Marta bor ekan, departament. Ikkitadan bir kishi bor. O'ta bor ekan. Ikkitadan bir Lekin aniq borganingda bu poyezd qilganda Bunimi? Bu bilmadim. Bitta-bittasiga. o'qituvchilarni admin bemalol gruppaga yoki studentga biriktirib oladi. feedback bormi sanda yo'qmi? Feedback bilasanmi nima degan? Qayta aloqa. Nima? Qayta aloqa. обратная связь deyiladi. Tushundingmi? Edit qilsa bo'ladi. Yo'q, redaktoriyani boshqa narsa. Yo'q ekan. Обратно mana muloqot tuzum orqali menga masalan menga bo'lsa agar shunaqa axborot berish Baho kerak. qo'yadimi? Har bitta domlalarga studentlar baho qo'ysa, o'shanda reyting qilmaydi.
ortiqcha ma'noda anonim baho bo'lsa, unda anaqa haqiqatga yaqinroq bo'lsa. Tushundingmi? Bu qo'rqqanda u joyda mana topsak O'qituvchilik baho qo'yasa-yu. Qo'yishadi o'zi. O'sha bormi yo'qmi? Ba'zida yo'q. Mana bu o'qituvchilarga baho qo'yish. nima? O'qituvchilar baho qo'yish tizimi qo'shmadimi? Nimaga? Chunki qo'rqyapsan. Aytmaysanmi, xudo xohlasa magistrskiga shuni ham qo'shaman. Shunaqa. Shunaqami? Qo'shadi. Mana menga mana bu data sciencedan baholarni chiqarib beringchi, necha olgan ekan bu? Shu nima bilan Germaniyaga ketadi. Keyin bizlarni sharmanda qilib yuradi. Data science. Ya o'zi Germaniyada nima qilmoqchiligini odam. Elektron pomoshmasi Yana sizga anaqa. Sizda interfeys qaysi tilda qilingan? Interfeys. Ingliz tili. Ya dasturlashtirdi. Dasturlashtirdimi? Yo'q, dasturlashmas. Yo'q, mana shu interfeys qaysi tilda? Faqat Bizda ingliz tilimi, anaqa davlat tili, O'zbekiston. Yo'q, endi ingliz tilida umumiy Nimaga tanlasa bo'ladimi tilni? hozir bu o'zi yarmini tashib ketyapti. Bir stalbes lotinda, bir stalbes o'zbek tilida, bir kashamalashadi. yo'q, ingliz tilida. Yo'q, ochgin nima? Boyagini ingliz tilida deysan. Qaragin, bu emas edi u. Boyagini. Axborot texnologiyalari birinchi. Ha, bir xil joyda axborot texnologiyalari, bir xil joyda oliy matematika ketyapti, edabiyot ingliz tilida. Ha? Mana bu yerda qaysi tilda endi? Endi bu Ha? Interfeys inglizcha. Nimaga inglizcha yozdi? Shuni tushuna olmayman. O'zbek tilida yo'q, rus tilida yoki vыбор ham yo'qda, misol uchun. Inglizcha, o'zbekcha, ruscha. Bunaqa mevzu narsalar yo'q, lekin biz O'zbekistonda yashayapmiz. Yo'q, bu programma ketgan. yo'q. Endi misol uchun dashbord degan odam tushunmasa nimaligini. Ha? Qanaqa qilib admin inglizchani bilmas. Yani welcome dear boss. Yo'q, savol yo'q. Uchinchisi edimi?